Assalomu alaykum. Men Saliyeva Zarifa To'lqin Adilovna. 42 yillik tajribaga ega oliy toifali terapevt shifokorman. Shu kanalni ochishimdan maqsad bilimim, tajribam bilan bo'lishish. Terapevt bu qanaqa shifokor? Terapevt bu hamma ichki kasalliklarni davolaydigan shifokor. Ko'p kasalliklar simptomlari, belgilari bir xil bo'ladi. Shuning uchun birinchi navbatda bemorlar terapevtga murojaat qilishi muhim. Terapevt hamma kasalliklarning belgilarini to'g'ri aniqlab, tashxis qo'yib beradi. Kerak bo'lsa, keyin boshqa mutaxassislarga sizlarni jo'natadi. Afsuski, bemorlar birinchi simptomlar paydo bo'lishiga boshqa mutaxassislarga murojaat qilishib, o'zini vaqtini yo'qotishadi. Tashxis to'g'ri qo'yilmaydi. Asorat paydo bo'lishiga sabab bo'lishadi va davolashda xatolar bo'lishi mumkin. Shuning uchun sizlardan hammanglardan iltimos, birinchi navbatda terapevtlarga murojaat qilinglar. Bekorga aytilmagan terapiya bu meditsinani qirolichasi. Odamlarning yana bitta xatolardan bittasi bu kasal bo'lganda odamlar o'zlariga davo topib, o'zlarini davolaydi. Reklama ko'rishadi, internetda ochishadi. Bu juda noto'g'ri narsa. Nimaga deganda ko'p dorilar nojo'ya ta'sirlari bor. Hech qachon samolecheniya bilan shug'ullanish kerak emas. Bu juda ham katta xato. Bemorlarda yana bitta xato fikr bor. Eski vrachlar eski usullar bilan davolaydi deb. Bu xato narsa. Men 42 yil stajga ega bo'lganim bilan o'zimni ustimda ko'p ishlayman. Yangi usullarni o'rganamiz, konferensiyalarga qatnashamiz, o'zimizni malakamizni oshiramiz. Demak, biz ko'p yillik tajribaga ega bo'lganimiz bilan yangi davolash usullaridan, tekshiruv usullaridan xabarimiz bor va ularni o'zimizni tajribamizda ishlatamiz. Undan tashqari netraditsion meditsina usullaridan ham foydalanamiz. Shuning uchun birinchi navbatda tajribali terapevtlarga murojaat qilinglar. O'zingizlarni vaqtinglarni, mablag'inglarni tejaysizlar va sog'liginglarni saqlaysizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.